O'zingiz shaharingizda bitta bo'lib yursangiz, shu Euro Kamaz'ni olishingizni maslahat beraman. Plus tomonlari juda ham ko'p. Videoni oxirigacha ko'rib, bitta like bosib turing. Niyat qilganlarga shunaqa zo'r toychoqlar olib haydash nasib qilsin. Yili 2013 65 115 euro 3 plasmassa torpeda. Bu yoshligida mikser bo'lgan-a. O'zi mikser bo'lganlar, tigaz bo'lganlar samasvalaqa ortiqcha urinmaydi. Kabinasi radnoy holatda ekan, faqatgina shu sariq palasani pastida rossiyskiy emblema bor edi, shunga sepilgan-a. Vali standart, motorlarni yaqinda ochib qo'yishibdi. Qora motordan mana juda ham chiroyli holatda turibdi. Bu nimani olsalar, mana slipoy zona 360 gradus kameralargacha o'rnatishgan ekan. Ramalar mana zavadskiy 2 qavat. Umuman treshina yo'q-a? Ramada yo'q. Podramniklar go'zalligini ko'ringlar. Bu komplekt bosilgan-da, zavadskiy. Kuzov, podramnik, silindr hamma yo'g'i. Mana gidrobachuklar tiniqligini ko'ringlar. Bortlar juda chiroyli holatda turibdi. Orqa balonlari 50% yaxshi balon taqilgan ekan. Oldini 5 kamera qilgansizlar-a? 5 kamera. Oldiga ikkita yangi balon taqishgan, lekin orqalari kamerali. O'zi orqasini kamerali bo'lgani yaxshi. 5 kameradan ko'ra. Risollari ham mana zavod holatda turibdi. Ko'ringlar. Qo'y, lekin mashina havas qiladigan darajada ko'ringlar mana. Halislari ham, smaskalari ham joyida turibdi. To'rkala to'rt ishlaydi, moslari. 49 talik qo'yib qo'yganmiz. 49 talik qo'yilgan ekan. Kelishkalari 10 tonnalik. Gap yo'q. Faqat shu energiya akkumulyator prostoylik ekan. Moslari ishlaydimi? Hammasi ishlaydi. To'rov ham to'g'radi, qo'shsiz. Nimasi ham bor. ABS ham bor. Taqillab kalt ochganingizda ishlaydi. ABS ham ishlayaptimi? Ha, ABS ham ishlaydi. Mashalloh ular ekan. Mashinaning holati juda ham go'zal haqiqatan ham. Xolis aytganda, buni o'zlaring kelib yana bir qator tekshirib guvoh bo'lasizlar. Slipoy zonalari yoniga kelsangiz, signal berar ekan-da. Kabinaning oldini ko'ringlar, mashalloh. Bu oldiga sepilmagan ama? Yo'q. Gap yo'q. O'zi umuman kabinaga sepilmagan, o'sha sariq palasadan pastga. Faqat eshikdan sepilgan xolos. Qo'yil. Hamma yo'q radnoy holatda turibdi. Tarmoz ekranlari ham quruq turibdi. Bilagadir tez almashtirib turibsizlar shekilli. Salonning ichini ko'ringlar. Gap yo'q. Chiqol qo'yiladi ham udaradan qilib qo'yibsizlar, juda chiroyli yarashdi lekin. Afishkalari zavod ekan. Gap yo'q, mana plasmassa torpeda, toza Euro 3 360 mana. Kameralar, slipoy zona qancha yuribdi? 155.722 kilometr yuribdi. Mana agar zavoddan chiqqancha ishlayotgan bo'lsa, ishlayapti. 155.000 yuribdi. Mashalloh. Zo'r. Ko'ringlar mana. Holati ideal haqiqatan. Gap yo'q. Endi ozgina tutum bor. Qizigan yo'q-da mashina hali. Silindrlar quruqligini ko'ringlar, mashalloh. Gap yo'q, kuzib tagiga olma. Ko'ringlar, o'zlaring baho beringlar. O'ta tiniq turibdi, kuzib tagi. Lekin podramniklar gap yo'q ekan lekin. Hada o'yla qilingan. Mana ko'ringlar, o'zi moslar ham zo'r turibdi. Chayonlarning butunligini ko'ringlar. Bir tomchi moy oqmabdi silindrdan. Demak, ko'rib turganlaringiz qurchoq bo'lib turgan texnikamiz Farg'ona viloyati Toshloq tumanida turibdi. Ekranda pastga egalarning nomerini qoldiraman. Xotirjam aloqaga chiqib, savdosini qilaverasizlar. Xudo xohlasa hech qanaqa kamchiligi yo'q. Olasiz, sirazi nomerading bo'lib shaharingizda bosib yuraverasiz. Narxini $34.000 so'rashyapti. Xudo xohlasa naqd pul bilan kelsalaring, o'tib beradigan, savdolashadigan joyi bor. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, faqatgina yaxshi texnikalarni biz kanaldan topasizlar. Savdolarni bersa, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.